Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana bir ishimizni yakunlaganmiz. Shahrixon tumaniga qo'yib bergan ishimiz Akfa Alumin Zolotoy Neo yangi profildan. Qalinligi 5 cm profilimiz. Alumin seriyada, oynalari seri. Ranglari seri, oynasi yo'qdagi bir qavat bo'lgan. Taglari alkafon, ustullar o'g'larigan holda 11 metr joyiga, eni bo'yi 290, eni 11 metr. Har bitta oraliq 75 dan bo'lgan. Bu chekada ikkita ochilish, ikki qanotli eshik. Ikkinchida ham shunaqa, ikki qanotli eshik, chekasida ikkita ochilish bo'lgan. Hop, bir qator yandan obzorlarni qo'yib beramiz, xudo xolasa. Videoni kuzatib borsanglar, narxlarni ham aytib o'tib ketamiz, narxlarni ham. Tayland 75 ko'tarib berganmiz, valantligini. Ikkita ochilish qilib berganmiz har bitta oraliqdan. Ustullarini har doimgidek choksiz qilib, o'ta chiroyli qilib berganmiz. Chekalari ham kattadan bo'lgan. Stoykamiz, eshigimiz stoykasi 11 cm balkon profiliga bo'lgan. Shatassa bo'lmaydi, yopilayotganda cho'tka yopiladi, xohlasa mana. O'sha ovozi ham balkon profilida ovozi o'sha chiqadi. Ruchkalari katta, Xitoyliklar ruchkalaridan qo'yib berganmiz, zamoylari ham katta zamoylardan bo'lgan. Ikkita ochilish qilib berganmiz eshik. Bu yerda keyinchalik ikkiga bo'linadigan bo'lgani uchun ikki tomonga bir xil qilib 1.40 ga ikki qanotli eshik qo'yib berganmiz. Ikki tomondan ikkitadan ochilish qilib berganmiz. Ruchkalarimiz alvit ruchkalardan bo'lgan. Ispanglitlar, sal-salli ispanglitlar qo'yib berganmiz. Xudo xolasa. Ruchkalar ham ovozlarini eshitib maza qila olasizlar. Pedallarni 4 tadan qo'yib berganmiz. Akfaning o'zini pedallariga bo'lgan. Inshaalloh yozuvlari bilan turib, xudo xolasa. Ligirovkalari o'ta go'zal bo'lgan. O'sha barmoqda yopiladigan eshik bo'ldi, xudo xolasa. Egasiga yoqdi. O'ta yaxshi. Bir qavat oyna, oynasi yo'qdi. Seriya ko'proq seriya oyna qo'yiladi. Klientimiz yo'qdi, xohlagancha qo'yib berdik. Chiroyli chiqdi, kombinatsiya bo'lib. Narxlarga keladigan bo'lsak, hop, narxlarimiz 17.800.000 ga qo'yib berdik. 11 metr, o'sh uzunligi, bo'yi 290 bo'lgan. O'zingizlar chiroyli qilib kvadratlarni tushib olasizlar, xudo xolasa. Yangi profildan bo'lgan Neo, qalinligi 5 cm. O'sha Akfada yangi chiqqan Neo profildan bo'lgan. Hali boshqa firmalarda yo'q bu profil. Bu yog'i endi 5 cm bo'lgan. Rezinkalari ham bosma rezinka solib berganmiz. Eshik chekalarini ham umuman havo kiradigan joyi yo'q, xudo xolasa. Ko'rishinglarki, eshik chohlari ham hammasi go'zal birga kelgan. Inshaalloh chohlari deganiga chohlarni yashatib qo'yamiz. Zazurlari ham o'ta zo'r. Bitta ko'proq shu yerlardan sovuq kiradi, alyuminda. Biz bunga bosim profil rezinka ishlatib berganmiz. O'ta chiroyli yopiladi, havo kirmaydi, xudo xolasa. Issiqligimiz yaxshi shu edi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 99 95 91 Telegram, WhatsApp, imo hammasi ishlayapti. Har doim xizmatinglardamiz.